Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Berdiyev Johir. Bugun sizlarga ancha vaqtdan beri va'da qilgan Gemini haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni Gemini bilan siz nimalar qila olishingiz mumkin. O'zi aslida mana ko'rib turganingizdek, Gemini bu Google tomonidan yaratilgan va Googlening eng kuchli sun'iy intellektlar to'llaridan biri hisoblanadi va bu orqali siz ko'plab mana bu yuqorida hozirgi kunda rasm yaratish bo'yicha ham misol uchun topda turadi. Video generatsiya, ya'ni flow yoki video mana bunday create bo'yicha ham juda topda turadi yoki siz har qanday savolingizni search orqali izlashingiz yoki tezlik orqali imagelar hozir nanobanan 2 va ChatGPT bilan bemalol bellasha oladigan va hozirgi kunda ChatGPTdan ham juda ko'p to'llari yuqorida turgan Googlening sun'iy intellekti to'li haqida gaplashamiz. Lekin bittansini aytib o'taman, biz bugun hammasi haqida gaplasha olmaymiz va shuning uchun bo'lib dars chiqaraman. Shuning uchun bu videoni maksimal like bosib, qo'llab-quvvatlash uchun izohlarga o'zlaringizni iliq fikrlaringizni yozib qo'ysangiz. Chunki men nimaga buni aytyapsan desangiz, mana Googlening umumiy AI misol uchun ekosistemasi birinchi o'rinda, misol uchun hozir aytganimdek, nanobanana, ya'ni rasm yaratish uchun eng kuchli toollardan biri. Yoki mana bu Veo 3.1, ya'ni bu video yaratish bo'yicha eng kuchli toollardan biri. Misol uchun mana bu yerda anti-gravity bor. Hozirgi dasturchilar bo'ladi. Juda kuchli mana dasturiy toollardan biri. AI Studio bunday ko'p va Deep Search misol uchun Google App yoki bu yerda hammasi mana shu Flow, Stitch yoki Notebook LLM, buni ko'pchilik ayniqsa learning qiladiganlar, o'rganishda ishlatadiganlar juda mazza qilib yoradi bu narsalar ishlatib. Misol uchun agentlari, misol uchun Wix bu ham bu rasm yaratish va sizga tayyor promptlar orqali juda keng yordam berishi mumkin. Misol uchun Code Assistant bor. Ya'ni yoki Google Act. Endi bu yerda qarang, juda ko'p to'llari bor. Biz hammasi haqida gaplasha olmaymiz. Agar qo'llab-quvvatlash ko'p bo'lsa va sizlar tomonidan yaxshi qo'llab-quvvatlansa, bunaqa to'llarni juda ko'pini gaplashamiz. Bugun ma'lum darajada Gemini'ga boshlang'ich darajada kiramiz. Chunki aytdim, bu siz bilan misol uchun ko'pchilik o'ylaydi, men sun'iy intellektga Gemini'ga pul to'lasam yoki menga arziydimi degan ma'noni ham bildiradi. O'zi aslida aytyapman, mana bu siz bittagina xuddi faqatgina savolingizga javob oladigan to'l emas. Sun'iy intellekt ko'pchilik shuni bo'ldi, savollarga javob oladi. Ya'ni biron bir savolingiz bor yoki sizni qiynaydigan mavzu bor internetdan va chuqur analizlar asosida javob olasiz. Va misol uchun hozirgi kunda Gemini'da 3 xil versiyasi bor. Bu birinchisi free, ya'ni tekinga ishlatasiz. Gemini 3 va Pro ni faqat kamroq access beradi. Canva uchun yoki Gemini Live uchun, image generatsiya yoki chuqur deep searchlar uchun, keyin video yaratish uchun 50 kredit beradi. Bu juda kam o'zi aslida. 50 kredit deganimiz bu shunchaki bir ikkita video yarata olasiz degani. Endi 1000 kreditda Pro versiyasida 1000 beradi. Bu degani kamida 50 ta yarata olasiz bir oyga degani. Endi ultrasida 25000 beradi. Bu bilmadim endi. Bu bir kamida 100 ta yarata olsangiz bunda kamida 2,5 ta yoki 2000 ga yaqin yoki 1000 dan ziyod yarata olasiz videolar. Endi bu sizni holatingizga bog'liq. Endi hozir biz ko'proq Pro versiyasini haqida gaplashamiz va kimga agar yana bittansini eslatib ketaman, arzon narxlarda bir oyligi o'zi ko'rib turibsiz, $20 turibdi. Va bir yilligini arzon narxlarda olmoqchi bo'lsa, pastdagi holatda men izohlarga qoldirib ketaman. Manzilimni shu yerdan aloqaga chiqsangiz Pro versiyasini ham qanday olish mumkinligini aytib o'taman. Va endi ko'rib chiqamiz. Birinchisi, hozirgi kunda mana sun'iy intellektlar bozori mana katta bozor. O'zi misol uchun buni ichida misol uchun ChatGPT, Cloudy va hozirgi kunda misol uchun Mi kompaniyasiniki bor ekan, Grok bu hozir Elon Muskniki, misol uchun Kimi AI bor ekan va mana bu Alibabaniki DeepSeek bor. Mana bu toollarda endi ko'p bunaqa hozirgi kunda bellashayotgan va eng yuqorida mana bu yerda Google'da turibdi. Endi bu hamma bosqichda emas, lekin bittansini aytib o'taman, hamma bosqichda har xil bo'lishi mumkin, lekin Google'da to'li har doim yuqori, masalan bu yerda pastroq, misol uchun ko'proq misol uchun real work tasklar bo'yicha misol uchun bu yerda ikkinchi o'rinda turibdi.
Misol uchun har bir o'zini testlari bo'yicha har xil o'rinlar. Bu yerda hamma to'li bo'yicha birinchi o'rinda. Mana shular, mana bu yerda ham birinchi, bu yerda ham birinchi, bu yerda ikkinchi, misol uchun uchinchi, shunaqa. Hamma o'rinda birinchi o'ringa ega bo'lish mumkin emas o'zi hech qaysi, chunki hammasi o'ziga yarasha to'llar bor. Va men yana bitta narsani ko'rsatib ketaman. Hozirgi kunda tekin versiya bilan pullik versiyani qisqacha farqlarini ko'rsatib ketaman va hozirgi 3-1 chiqardi va ko'rib turganingizdek test yechyapti. 100 ta savolga test yechib ketish kerak va bunga sarflayotgan vaqti va qanchasini xato qilyapti va buni endi tezlashtirib ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu hozir eng oxirgi versiyasi, bu flash versiyasi. Flash late degani juda tez savollarga javob berib ketadi, chuqur o'ylamaydi. Shuning uchun 100 ta savoldan 84 tasiga javob berdi va bu 4 minut ichida. Endi buni eski versiyasi qanaqa edi? Mana eski versiyasi 69 ta savolga javob berib 33 minut vaqt sarfladi. Endi qarang, vaqt birinchi o'rinda vaqt masalasi juda katta narsani rol o'ynaydi. Ikkinchi o'rinda aniqlik. Ham aniqlik ham oshgan. Juda aniqlik kuchli, 84%. Bu degani, misol uchun 84-85% bu degani, misol uchun maktabda o'qiganlar 5 deganda bu, misol uchun. Endi eski versiyasi sal nurroq bo'lgan. Hozir Pro versiyalarida juda aniqlik yuqori darajaga ko'tarilgan. Va yana ba'zi narsalar ko'rsatib ketaman. Misol uchun bu gaming, o'yin yaratish bo'yicha ham juda kuchli holatga yetgan. Endi mana Sony Intellect endi hozir SVG animation bilan ishlash uchun juda kuchli toollardan chiqardi. Bu ham 3.1 Pro versiyasi. Mana bu eski versiyasida qilgan ishlari. Bunda shunchaki mana bu frogni, ya'ni qurbaqani velosiped haydab ketayotganini tasvirlash kerak bo'lgan. Ya'ni ikki balonli bunaqa flash, ya'ni penny first bicycle deyapti. Mana bu yuqori mana bilan. Mana endi bu xuddi shuni jirafani yasab ketgan. Qarab ko'rib turgan bo'lsangiz, realisiyasi ancha zo'r, ya'ni ancha kuchayib boryapti. Ya'ni aniqliklar, ko'rinishlar, misol uchun mana qarang, bittagina versiyasi oshishi bilan qancha ko'p narsalar o'zgarib boryapti. Endi hozir bu tekin versiyasida mana shu narsalar taqdim qilinadi. Mana tekin versiyasida sizga notebook LLM ga beradi, kod import qilishingizga va fotolar ustida ishlashga, upload, muzika, rasm, video va o'rganish uchun. Ya'ni kunlik rejalar tuzish uchun yoki biron bir narsalar yozish uchun. Endi buni hamma o'zini ishiga har xil vaziyatda ishlatadi. Misol uchun, birinchi o'rinda keling qisqa oddiy narsalardan boshlaymiz, ya'ni rasm generatsiyasidan boshlaymiz. Ya'ni rasm generatsiyasida mana ko'rib turganingizdek, oldingi stylelarda ishlashingiz mumkin yoki yana bittansini ko'rsatib ketaman hozir yaqinda, misol uchun hozir bu yerda. Endi men ko'proq misol uchun mana bunaqa ishlarimda misol uchun nimadir ishlamasa yoki biron bir qanaqadir baklar bo'lsa, ularga yechimlar va boshqalar ko'rsatib ketganman shunchaki. Bunaqa savollaringizni ham berib ishlatib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni rasm generatsiyasi bo'yicha hozir men bitta narsani ko'rsatmoqchi edim. Agar ochsa hozir mana internetim menimcha sal tushib qoldi. Hozir mana misol uchun qarang, mana eski rasmlaringizda, mana eski rasmlar, eski holatda rasmlaringizda ustlar kirib yo'q, boshqa yo'q, ranglar o'chib ketgan bo'lsa, mana bunday holatga ham keltirib olishingiz mumkin bittagina prompt orqali. Va mana bu promptni men sizlarga beraman. Shunchaki olib ishlatib, ya'ni 4K formatga rasmlaringizni shunchaki o'girib olishingiz mumkin. Endi keyin bu rasmlar bo'yicha yana bitta narsani aytib ketaman. Mana men misol uchun yana bitta narsani ko'rsatib ketay. Ko'pchilik rasm generatsiya qilyapti-da, rasm generatsiya qilganda aniq promptni xato beryapti. Birinchi o'rinda promptda bitta akamiz tashladi bugun. Men rasmni berib, Amir Temurning rasmini qo'yib ber deyapman, qo'yib bermayapti, ya'ni xato qo'yib beryapti deyapti. Unaqa bo'lmaydi, ya'ni misol uchun bitta rasmingizni qo'yib, masalan bitta rasm shuni tanlab, birinchi o'rinda rasm tanlash joyini bosish kerak. Agar siz rasm create qilmoqchi bo'lsangiz, rasmni joyini bosasiz. Mana sizga stylelar taklif qiladi. Boya rangni birinchi mana bunga tanlab olasiz. Ya'ni sizga qo'shimcha rang qo'shish kerak bo'lsa yoki ranglaringizni boyitish kerak bo'lsa.
yoki shunga o'xshagan style tanlab olasiz. Agar bu ular ichida bo'lmasa, bular tanlash shart emas. Bu create'ni bosib olishingiz kerak. Keyin rasm tanlaganingizdan keyin, misol bironta rasm tanlaysiz. Amir Temurni rasmini create qil deyishingiz uchun bittasini ayting. Amir Temurni o'zini ham rasmini berishimiz kerak bizlar. Ya'ni u kiyimni qaydan olamiz? Misol uchun mana bu narsani juda Amir Temurga biron bir rasmingizni qo'yish kerak bo'lsa, oldiga Amir Temurni kiyimini beringizlar. Ko'pchilik mana shuni bilmaydi. Keyin masalan men aytayapman, masalan mana bu joyiga oshxonamga mebel yasatishim kerak. Mayda muzlatgich, misol uchun kir mashina, moyka yoki kitchen hood mana shular bo'lishi kerak mana shu yerda. Masalan, mebelda qanaqa turishi, qanaqa bo'lishini men biroz o'zim tasavvur qilib olishim kerak. Mana shuni chizib chiqib, keyin beryapman sun'iy intellektga, keyin sun'iy intellekt xuddi shu men bergan holat bo'yicha qayerda nima, qanaqa turishi hammasini qo'yib yasab beryapti menga va men tasavvur qila olyapman shunda meni mebelim ertaga qanaqa ko'rinishda bo'ladi va ranglarini boshqalarini ham berishingiz mumkin. Va buni Gemini shunchaki sizga bemalol yasab bera oladi. Endi bitta koding masalasida men bitta prompt orqali mana shu saytni menga yasab beryapti. Mana men aytganman. Siz qarang, bitta narsa men rol berib ketaman odatda har doim. Masalan, siz dasturchilik harakat qiling, masalan, senior dasturchilik, keyin misol uchun zamonaviy SaaSga mo'ljallangan shu dasturni tuzing va bunda Canvasni tanlab olyapman. Canvas degan anosini mana bu yerda Canvas degan to'li bor. Ya'ni endi qarang, sal soddalashtirib ketaman. Mana kodingda chuqur analizlarda siz ishlatishingiz mumkin yoki o'rganishda misol uchun aytishingiz mumkin. Menga misol uchun SIT bo'yicha misol uchun bilimimni sinash uchun test tuzib ber deymiz. Okay, Canvasda ishlatishni taklif qildi. Bo'pti, menga misol uchun SIT bo'yicha bilimimni sinash uchun test tuzib ber. Mana, okay, Pro versiyasini qo'yib oldim. Chunki Pro versiyasi qarang. 3 xil versiyasi bor. Buni ham o'rgatib ketaman. Ya'ni fast, juda tez javob beradi va chuqur o'ylamaydi, lekin siz masalan uchun oddiy savollaringizga juda chuqur o'ylatib yotishingiz shart emas buni. Ikkinchisi thinking, ya'ni thinking chuqurroq o'ylaydi va chuqurroq analiz qiladi va Pro versiyasi bu kuchliroq, ya'ni toollardan va o'zini kuchliroq tooldan foydalanadi. Endi learningda bu SIT bo'yicha men keyinchalik learning uchun ham alohida chiqaraman, chunki buni learning joyi bor. Mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, learning, keyin mana guide learning degan joyi bor. Uni bemalol chiqarib keyinchalik sizlarga ko'rsataman. Endi hozir tez o'tganim uchun endi depth search, ya'ni depth searchni ko'pchilik ishlatmagandir, lekin ishlatingizlar, juda zo'r narsa. Nimagaligini aytaman. Deep search misol uchun sizga bir manba kerak. Misol uchun men manba izladim, sun'iy intellekt agentlar va avtonom misol uchun tizimlarni kelajagi va transaksiya 10 yilda statistik tahlillarini oldim. Bu 2030-yilgacha bo'lgan taxminlarni va o'sib borishlarida qanaqa ketyapti, boshqaruvi, tahlil, tanqidchi hammasi, sifat nazorati hammasini ko'rib chiqib, men ko'proq analiz qildim. Misol uchun mana shu menga kerak bo'lgan manbalar hammasini kirib chiqib, ko'rib, bu o'rganib chiqadi. Endi, mana misol uchun siz tasavvur qiling, yangi bu user kirdingiz. Birinchisi, nima qilish mumkin? Boya aytdim, birinchisi mana oddiy toollardan boshlaymiz. Create image, ya'ni image yaratishingiz mumkin. Hozircha stay update. Qarang, imagelar birontasini tanlab olib, shu bo'yicha rasm yaratishingiz mumkin va o'z rasmingizni berib, shuni qanaqadir o'zgarishlarga kiritishingiz mumkin. Misol, hozir agar men o'zimda qanaqadir rasmim bo'lsa, beraman. Agar bo'lsa beraman. Misol uchun bo'lmasam shart emas. Hozir mana men misol uchun mana bu rasm.
Mana bitta rasmni berdim va mana jang sahnasini tanladim. Va jang o'zi shunchaki fastga qo'yib olaman, chunki men juda tez shart qilaman. Masalan, bu shunchaki o'zi tayyorlagan prompt, ya'ni bu shunchaki sizda urush sahnasida, ya'ni misol uchun jang sahnasida tasvirlab beradi. Boyagi mesela Mortal Kombat yoki shunga o'xshagan movielar bor-ku. Misol uchun jang sahnasida bo'larkan, bu shunchaki o'zini taklif qiladigan toollardan biri. Mana. Yumush. Mana bu Nano Banana 2 da ishlaydi, Pro versiyasi. Va bu sizga juda zo'r rasmlarni generatsiya qilishingiz va boshqa qilishingiz. Mana keyin rasmni yuklab olgan paytingiz ham agar sizda Pro versiya bo'layotgan bo'lsa, bu sizga juda yuqori kачествоda bilan yoki Pro versiyada bo'lmasa, bir kunda Pro versiyaga yuzlab rasmga ruxsat beradi. Lekin tekin versiyada 10 tacha rasmga ruxsat beradi. Hammasida limit bor. Bitta ba'zilar mana 609 megabayt holatda sketchet qilib beryapti rasmni. Men hozir buni holati va kачествосini ko'rsatib ketaman. Mana rasmni kачествоsi ko'ryapsizmi? Qanaqa kачественный holatda baribir bunday juda yaqinlashtirganingizda ham, lekin juda kattaroq ochganingizda ham rasmda anchagina sifati yaxshiligini ko'rib turibsiz. Endi bu birinchi so'ri. Ikkinchisi, rasmni shu yerda yarataverasiz va keng qiladigan yaxshi joylardan biri endi video. Ko'pchilik qiziqadigan joyga keldik. Video generatsiya bo'yicha juda chuqur yaxshi qilib beradi. Misol uchun mana shu make, misol uchun real yoki action this image dik bo'ldi. Endi mana fast qilamiz. Endi qarang, video yaratish uchun o'zida Pro versiya uchun kuniga 3 ta beradi. Kuniga 3 ta. Lekin bu juda zo'r degani emas. Lekin bizlarda har kun 1000 kredit bor. Men ko'rsataman. Flow degani bor. Flow desangiz ham bo'ladi. Flow deb yozsangiz ham bo'ladi yoki flow desak, mana bu Google'dagi mana Google Labs'dan chiqadi mana shu ikon bilan. Va shunga kirib, mana create shunga kirsalaringiz ichiga va video yaratish va video generatsiya bo'yicha bu eng zo'ri. Flow'da ichida. Va sizga tekinga 50 kredit beradi tekinga, lekin pulligida 1000 kredit beradi oyiga Pro versiyasida. Pro versiyasi men boshda aytdim $20, lekin uni arzonroq olmoqchi bo'lsam, narxini aytib o'tolmayman, chunki bu video qachon ko'rayotganingizni bilmayman. 1 yillikka ulangan tekin akkaunt 1 yillik tekin versiyasiga ulangan akkauntlar bor. Men sizga buni narxlarini agar pastdagi akkauntga yozsangiz aytaman, shuni Pro versiyani sotib olishingiz mumkin va 1 yil ishlashingiz mumkin bo'ladi. Va bo'ldi, misol uchun emaillar va boshqa narsalar bilan ishlashga rozimiz va oxirigacha tushamiz. Continue. Mana shu rasmlar, mana shu imagelar hammasi Nano Bananada Flow'da yaratilgan. Mana bu yerda bosasiz va bosganingizdan keyin bironta video yaratish uchun uni tashlasangiz bo'ladi. Ya'ni misol uchun siz qanaqa video generatsiya qilmoqchi bo'lsangiz, misol uchun shu promptni yozib qo'yishingiz mumkin. Misol mana bu hozir bironta uni yozib olaman. Bu yerda mana qarang. Faqat bu yerda tanlashingiz kerak. Bu yerda Nano Banana turibdi. Image yaratish uchun bizlar uni o'tib olamiz videoga. Faqat meni kreditingizga qarang. 40 kredit olaman deyapti. 3-birda yasasam deyapti. Agar mana bunday holatda bo'lsa, bu ham 40 kredit ekan. Va 40 kredit olmaslik uchun nima qilishim kerak? 20 kredit. Men bitta nusxada yasasa 20 kredit ekan. Mana kreditga qarab oling, chunki men bittansini aytaman. Kredit laringizga qarab siz bir oyda holatingizni tugatib qo'yasiz. Misol uchun mana bu yerda aytdim 5 sekundlik sinematik batafsil kamera yorug'lik. Men masalan boya rasmni tashab qo'yaman shu yerga. Boya yaratgan rasmni tashiyman, shuni qandaydir bizga jonlantirib bersin. I agree. Bu rasmni birdan avtomat olib ketdi. Hozir yuklab olsin. Mana bu videoni ko'ramiz. Endi ko'rib turganingizdek
jang sahnasini qilib bergan, lekin juda mukammal chiqmabdi-ku deyishingiz mumkin. To'g'ri, juda mukammal emas hali. Bu hali boshlanishi, siz unga prompt berib, boshqa berib, hammasini o'ziz yaxshilab analiz qildirsangiz, sizga ajoyib tarzda qilib berishi mumkin. Faqat mana bu joylarni tanlab olishingiz kerak. Framelar, misol uchun qanaqa bo'lishi, action bo'lishi. Bu o'zi video bu rasmni yuklab oldi ekan hali. Va bu rasmni endi qanday qilib bizlar actionga o'tkazsak bo'lar ekan. Bundan oldin 2 yo'q, buni men startga bosib, mana bu rasmni tanlasam bo'ladi. Bo'ldi, tanladim. Mana bu bosamiz endi start. Ya'ni bu video, ya'ni Instagram formatini tanladim men. Bo'ldi, Flow orqali kirib turib, bemalol videolarni yasasangiz bo'ladi. Faqat buning uchun boya aytgandek, sizlarga tekin versiyasida kam beradi, lekin video, rasm, mana ko'rib turibsiz, juda dahshatli rasmlarni o'ziga kerakli holatlarda ham ishlatish, mana rasmni yaratib, uni videoga yaratib, yoqmasa yana bitta refresh berishingiz yoki bunga endi make action this image deb qo'ydimda, men prosta action ber, ya'ni harakatlar ber deb qo'ydimda. Uni siz ko'proq prompt yozsangiz, qancha ko'p prompt yozsangiz, yoki shuncha aniqlikda ishlaydi. Va u promptlarni ham siz shunchaki anodi o'zi bilan, Gemini'ni o'zi bilan yaratib olsangiz bo'ladi. Menga prompt yasab ber yoki promptimni yaxshilab ber degan holatda. Endi biz kodingni ishlatib ko'ramiz. Videoni ko'rdik, imageni ko'rdik. Agar kimdirga to'liqroq shu haqida juda chuqurroq ma'lumot kerak bo'lsa, yozib qoldiring. U haqida ham chuqurroq kirib chiqamiz. Ya'ni misol uchun sizga qaysi yo'nalish qiziqroq bo'lsa, shu bo'yicha yozib qoldirsangiz, bizlar shu bo'yicha ko'proq chuqurroq ma'lumotlar chiqarishni boshlaymiz. Endi davom etamiz. Endi koding bo'yicha ba'zi testlarni o'tkazamiz sizlar bilan. Koding bo'yicha biron bir bitta yasaymiz. Mana prompt bor. Xo'p, nima deyapman? Kuchli senior front-endchisiz. Menga SVG mini o'yinlar bilan zamonaviy premium bo'lgan toza kodli responsive bilan, hoverlar, animatsiya bilan, natija va qisqa va juda prompt yozib oldim. UI dizayn bilan bitta kod yasab bersin va canvas tanlab oling. Iloji boricha kod yozdirgan paytingiz. Chunki canvas orqali endi Pro tanlab olamiz. Chunki Pro'ni tanlamasam koding uchun biroz yaxshi ishlamaydi. Endi buni lightga qo'yib olishsam yaxshi. Lightga qo'yib olsam ko'pchilik ko'rishga qiynaladimi deyman. Shuning uchun lightda emas, darkda ishlab turaman. Balki bunisi ma'quldir ko'pchilikka. Uni ham izohlarda yozib qoldirasizlar. Bu kodingni hozir analiz qildi. Birinchi analiz qildi, chunki mana analiz thinking o'ylayapti. Mana endi analiz qilgandan keyin bu landing page'da boshladi. Bu React yasyapti kodni, chunki bizlar AI tool'ni nima deyasashda aytmadik. O'zi topayapti. Assalomu alaykum, shablonimizni qanaqa generatsiya qilish, qanaqa yasash, hammasini yasashni boshladi. Biz hech nima, bizlar qarang, 50 ming qatorli kodgacha ishlalar ekan bitta promptni o'zida. Ya'ni men hozir Google Studio'ni o'zini misol uchun mana bu yerda tanishtirib ketsam, mana bu yerda Gemini'da o'zini tanishtirgan holati bor. Bu yerda men qarangizlar. Birinchi o'rinda image generation. Ya'ni image generatsiya bo'yicha bu juda hozirgi kunda dunyodagi eng kuchli toollardan biri hisoblanadi. Mana shular hammasi sun'iy intellekt orqali yaratilgan, qarang. Mana shu oddiy masalan rasm berib, qarang, rasmni faqat promptni beryapman. Ya'ni mana shu ovqat shu rasmga aynalsin, mana yoki mana shu gul mana shu rasmga aynalsin. Yoki mana bitta rasm qarang, qanaqa san'at asarlar yaratadi. Keyin video generatsiya uchun. Va video generatsiya uchun mana bu yuqorida hammasi, mana bu qarang, rasm berilgan, hammasi berilgan. Siz qancha ko'p ma'lumot bersangiz, u shunchalik aniqlikda ishlaydi. O'zi sun'iy intellektlar shunday. Ya'ni mana boya kodimizdan yasab beribdi, qarang. Yulduzlar sari premium sayohat. Ochishni ishlamay ekan. Faqat bizlarda Cosmic Space Next Space'imiz uchun umumiy holatda kod yasab beribdi. Lekin juda chiroyli yasab berdi. Men boya yasab ko'rganimda bundan yaxshiroq chiqaraveradi. Mana qarang, dark light'lar ham ishlayapti boshlang'ich. Hozircha anti-gravity yo boshqa narsani olib ishlatib ko'rmayman. Ular ham ishlaydi. Endi
video generatsiya. Endi muzika ya'ni yaqinda qo'shildi. Muzika ham yaratib berish anonsi va bizlar keling musiqa yaratib ko'ramiz va bugunga o'zi musiqa bilan iloji boricha yakunlashga harakat qilamiz. Stay update. Musiqaga o'tamiz. Musiqa qaysi janrda tanlashdi yoki umumiy holatda aytishimiz mumkin. Misol, biz aytishimiz mumkin, Gemini yoki Gemini deymizmi yoki nimadir haqida desak ham bo'ladi. O'zbekiston haqida, misol uchun, Samarqand yoki hayitlik hozir ro'za vaqti, hayit kelyapti. Hayit haqida qo'shiq yozib bersa, endi hayit haqida qo'shiq yozdirish qanchalik to'g'ri bo'ladi bilmayman. Bayram haqida deylik. Ramazon hayiti haqida qo'shiq tayyorlab ber. Ya'ni qani bo'ldi. Pro versiyada ham tayyorladim. Farqi mencha fastda tayyorlasak ham bo'laveradi bunaqa qo'shiqlarni. Bu endi qo'shiqni qarang, men faqat Ramazon haqida mayda qo'shiq narsani billab oldim. Endi bu qanchalik zo'r chiqadi, qanchalik yomon chiqadi bilmayman, lekin men ham hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz, qanaqa emotsiya bilan, qanaqa holat bilan chiqarib berar ekan. Boya flowdagi videomiz ko'rikchi nima chiqardi ekan. Endi hozir juda bizlar ba'zi joylarda uni qilsak bo'ladi, o'zgartirsak bo'ladi. Masalan, buni 100 yozmasa, keyin bitta narsani aytaman, 8 sekund yasab beradi. Lekin 8 sekundda orqasiga yana qo'shib ketishingiz mumkin. Mana bu tugmani plusni bosasiz, aynan shu joyidan qo'shib ketish kerak bo'lsa, yana qo'sh deysiz, ya'ni shuni orqasidan qo'shib ketadi. Bu qo'shiq yasab berdi va Ramazon qarang, rasmlarni ham qilib berdi. Ramazon hayiti muborak kun, dasturxon yozildi, qalbim shodlikka to'lsin. Yaqinlar jam bo'lib, mehr ila boqishar, shukronalar aytib, dildan kechirishar. Hayit ayyomi keldi, olam nurga to'ldi, ezgulik, baxt va quvonch hamrohimiz bo'ldi. Gap yo'q lekin. Bu shunchaki hali bizlarda bitta promptimiz, o'zi qo'shiq yozgan, o'zi bastalagan, o'zi aytgan, hammasi o'zi. Men prosta faqat nima haqida qo'shiq aytish kerakligini va tayyorlash kerakligini yozdim. Va bu Gemini'da hali boshlang'ich ko'rinishi. Bizlar hammasi haqida hali bitta chiqaraveraman, agar bu videoni qo'llab-quvvatlashi ko'p bo'lsa. Va kimga agar boshda ham aytib o'tdim, Gemini'da 1 yillik versiyasi kerak bo'lsa yoki ultra kerak bo'lsa, pastdagi akkauntga yozamiz, men sizlarga olishga yordam beraman. Hozircha hammaga rahmat. Videoga like bosib ketingizlar. Xudo xolasa men bu haqida videolarni hali ko'proq chiqaraman. Salomat bo'lamiz.